Uzun yıllardan beri Uyghur elining milliy azadlığı, xalqining hürligi uchun hayotini beg'ishlagan peshqadam inqilobchi, siyosatchi, aktiv faoliyatchi, jamoat arbobi G'ulomidin Paxta 2025-yili 2 oyning 19-kuni saharda 95 yoshida vafot bo'ldi. Mərhumның vafot bo'lganligi xəbəri Facebook qatarlıq ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgandan keyin muajiratga Uyg'urlar bas-basda o'zining qayg'uliq hissiyotini va oxiratlik tilaklarini bildirdi. Munosabatlik uchurlarga qaraganda G'ulomidin Paxta 1930-yili 4-oyning 15-kuni Qashqarda dunyoga kelgan. Uning dadasi Ahmad Paxta Qashqarda otimiras paxta tijorati bilan shug'ullanib kelgan, o'z davrining o'qimishliq zotlardan bo'lib 1933-1934 yillari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatida muhim vazifalarni atqazgan. U o'z vaqtida general Mahmud Mo'yitining qo'llashiga erishgan. 1937 yili Mahmud Mo'yiti Qashqarni tashlab chet elga ketishga majbur bo'lgandan keyin Shingsay Qashqarda dangliq Uyg'ur boylari va ziyolilarni tutqun qiladi. Ahmad Paxtamo chet elga ketishga majbur bo'ladi. Oilasidagilar uni o'lib ketdi deb biladi. Qashqarda balliq davrini o'tkazgan G'ulomidin Paxta oradan 14 yil o'tganda dadasining Turkiyada hayot kelganini xabar topadi va Turkiyaga kelib dadasi bilan jam bo'ladi. G'ulomidin Paxta Turkiyada o'qib, oliy maktabni bitirib, bir mazgil Turkiyada xizmat qilgandan keyin 1955-yili Germaniyaga o'qish uchun boradi va Germaniyadagi Ozodlik radiosida ishlaydi. 1960-yillarda u radio tarafidan Nyu-Yorkdagi bosh shtabiga avatilib, O'rta Osiyo xabarlarini anglatadigan muxbirlikqa tayinlanadi. U bir yoqdan Ozodlik radiosi uchun ishlasa, yana bir yoqdan Amerika ovozi radiosining o'zbekcha kanalidagi Osiyoga ichilgan nazar sahifasi uchun maqola yozadi. Keyin u Amerikada Amerika Turkistonliklar birligi tashkilotini qurib, o'z millati va O'rta Osiyodagi qarindoshlarining erkinlik talablarini Amerikaga yetkazadi ham dunyoga anglatadi. Uning uchun ko'p yil faoliyat qiladi. G'ulomidin Paxtaning hayoti vatandan ayrilish, vatanga talpinish va vatanning ozodligi uchun kurash qilish bilan o'tgan hayot bo'lib, radiomiz bu to'g'riliq ko'plagan programma va qismliq video ishlab tarqatgan edi.